Bugun sizlarga men Redmi telefonida ikkinchi oyini ochishni o'rgataman. Buning uchun biz nastroykaga kirib olamiz. Nastroykadan qo'shimcha sozlamalarga kiramiz. Qo'shimcha sozlamalarda ikkinchi joy degan joyga kirib olib, undan ikkinchi joyni yoqamiz. Hozir ozgina vaqt oladi bunga. Davom etishni bosamiz. Endi birinchi oynani parolini kiritamiz. Keyin ikkinchi oynaga parol qo'yamiz. Unga ham parolni bo'lamiz. 2 martalab tasdiqlashni bosamiz. Va'dan aka, o'zizga urib qo'yganmiz, kimga qo'yib olaylar deyishyapti. Urib qo'yilganmiz. Ularga aytdim, ishonishmadilar. Tasdiqlashni bosamiz. Ozgina vaqt oladi. Ikkinchi oynamizni o'tkazib yuborish hozir kerak emas bizga bu. Ikkinchi oynamiz ochildi. Endi parolda birinchi ekran parolini bersak, bugun odamlar hozir bizga birinchi ekranga o'tamiz. Agarda ikkinchi ekranda parolini bersak, ikkinchi oynamiz ochiladi. Ikkita oyna ochildi. E'tiboringiz uchun rahmat.